Shu qolasiz. Bo'lmasa seni emchigingga o'xshagan emchiklik dugonangni ski. Chaqir bittasini. Mana sosoklar ko'ryapti, qani. Ko'ryapsizmi sosokini? Ko'rmayapti. Qalin kiyyapsan-da, qalin. Yo'q, qalin emas, korset. Qalin deb buni. Korsetim qalin. Bab sosok yani. Hali umuman lifchi taqmay bularni jinni qilaman hali hammasini. Onasini skiydi. Bularning orasida meni ham jinni qilayotganingni bilasanmi? Meni nima aybim bor? Mayli, bular puli ko'p. Uzoqda bular. Men endi yoningda turib, amigaski jinni qilib meni. Qatyapman. Ariqchan tepasi bor. Bunda tepadan podyom tushib keladi-yu pastga qarab. O'shatlardan sekin bunda o'zimni nima qilib olay, to'ydirib. Voy. Qo'ysizchi. Rasxod qila olmayman-da, men qattan qilaman rasxod. O'zim onangni skinni zo'rg'a yuribman. Okay. O'zi am chiqyapti-yu, okay. Qattan qilaman. Men rasxod hozir rasxod qiladigan poложениyadan emasman, dema. Bunga hazillashib nima debdi be. Men sizlarga bitta gap aytadigan bo'lsam, o'zi hozir ham sikkim ham kelmaydi. Endi jalab erkak odamman. Nima endi boyagi. Qitiqlaydi bularni ko'rsam. Biladman. Qayoqqa boraman jalab, orqamda 4 ta vagon bo'lsa. Vagonni o'zi borib jalab hamga borib yurmayman-ku, aka. Bolangiz ikkita shakil, uchta emas. Xotiningiz borki, 3 ta. 3 ta bolam bor. 3 tami? Men ikkita deb o'ylayapman. Bitta qiz, bitta o'g'il deb Yaxshimisan, Jolli? Jolli, yaxshimisan? Menga qara, 4 ta vagon bo'ladi o'sha. Xotin 3 ta bola. 4 ta bo'ladi. Men o'ylayotganman, sizni bitta o'g'il, bitta qizingiz bor deb o'ylayotganman. Ya, 2 ta o'g'il, bitta qiz bor. O'g'lingiz 2 ta. Menga qara, ularni mendan boshqa kimi bor? Ular mendan boshqa parovoz yo'q-ku. Shuning uchun 4 ta vagon menda. Sudrashim kerak. Agarda onangni skini holdan toyib qolsam ham sudrashga majburman. To o'lgunimcha sudrayman, nariyog'iga endi uni xudo biladi qolganini. Yaxshi, Jolli, yaxshimisan? Jiyaning to'y qilamiz 27-da. Xorazmda, Jolli. Sunnat to'y. Guchi kelasanmi yo? Yo'q, nima qildim, men sovutdim. Menga qara, samolyot 5 so'm turadi, samolyot, kalling shatki. Yo'q, samolyot pul-mulida men sovutdim, nima qildim men? Yo'q, Zek aka. Ana eshiting, Zek aka, havo kunli isiganda Samarqandga boramiz aylanib. Sen endi borgim keladi, sikkim ham keladi keyin Guchi. 2-3 ta danatimang Guchi bor edi. Guchi bor Samarqandga aylansang, hamma narsa gostinsa yeyib, hamma narsani yeyib qolaman. Bor aylanma, aytdimki, yo'q, boraman. Faqat kun isiganda dedim. Endi ular o'zi uzoqda-yu, prosta bor aylandi dedi menga. Menga ham aytib qo'yishdi, bola chaqangiz bilan boring, ani uylarni qurib qo'yganmiz, bo'm-bo'sh. Kirib bemalol yotasiz, ani brachkalarga aytaman. Xarajatingizni to kirgandan chiqib ketguningizcha uyingizga qaytib borguncha hamma narsasini qoplayman. Boring. Bolani aylantiring, Zek aka deb. To'g'ri endi, rahmat ularga ham. Yaxshi niyatda yaqin olib, boring, keling dedi. Boring, keling degandan yuguravermaysan-ku. Menga aytibdi deb. Yo'q, men aytdimki, kunli issin dedim. Kun isiganda bahorda boraman dedim. O'shanda qilib berasiz hamma narsani dedim. O'zi ular u yoqda bor aylanmoqchi bo'lsang dedi. Qilib beraman hamma narsani. Aylanamiz. Bo'lmasa ikkalamizga bitta uy bersin, xo'pmi? O'sha yerda baribir chopmasani.
Voy. Viski ichamiz, короче, chopishamiz. Iloji yo'q. Bitta yig'layman. Специальный Va tanlab. ichiga tashlamayman, xo'p. Voy. Sikib qo'yarlar jala. Amin ustiga tashlayman nima dizda? Zekiga spiralmi yo'q? Ey, mana qara. Shundoq. Spiralmi yo'q, zekiga. Ha? Yo'q. Ishon bilaman-da, o'shancha turmay, ichiga tashlamayman bo'pti deb. G'azil husul qilarlar. Yana hozir hamma o'sha bo'ldi zek bilan guchis kishi yurarkan deydi hozir. Ya, hazillashaman odamlar qayoqqa manjalab hamga boradigan paytimni senga hozir. Ustidan like bosinglar. Fotovolni endi jalab hamski yurishdi. O'shanda ham net borib qolaman jalab. Onasini ishi eshitsin, yo'da yo'ldan chiqib ketaman. To'g'risini aytaman. O'shanda ham onangni sikila Xoljonimga qo'ymani kaytdaman efirda o'tirganda telefon quvuradi o'sha endi jalab 1-2 so'm ilinjidadi. Keyin ming afsuslancha ekanman. Yep, твоя мать deyman, bilad. Onangni sikiysani deyman. O'zi borgim ham kelmaydi to'g'risi. 1 so'm bo'lsa ham uyi kerak. Borib qo'yaman jalab. Yomon afsuslanaman lekin keyin. Shuning uchun men ham kechqurun ko'chaga chiqmayman mana shu bir nimalar qilib qo'ymayman deb. Uyda o'tirganim yaxshi. Mana shu so'kishib, efirda o'tirganim yaxshi. Odam ko'chaga chiqsa baribir unga bunga qo'shilibchi, bir nima qilib qo'yganini bilmay qoladi. Mana qara, senga bitta narsa aytaman. Men yaqinda boraman, 5-6 kun endi ozgina qoldi. Boshlandi. To'y-poylar o'tkazib boraman deb, barib Toshkentda ikkalamiz bittani dumalaymiz. Sekin xommi? Demayman senga. Просто silab yotasan, o'zing silab yotaman deysan. Jasaqimni o'sha yerda yeb ichamizni, men ketaman uyga. Voy, siz yeb ichmingdan ketib borasizmi, Zek aka? Ya, Uchtugul. yeyishasizmi? Yopiqroq kiyim kiyindi, tushundingmi? Mana oldim kelsin. Endi hozir Zek aka eshiting, meni umuman liftchilarim eskisi to'g'ri kelmayapti. Hammasi mammamni Sasokida qolib ketyapti. Yo liftchi donatorlar menga olib bersin yoki bez liftchi o'tiraman. Tanlaysin, ikkalovidan bittasi. Voy rahmatulloh aka. Bez liftchi o'tira olmaysan, senga ban berib Sasokim ko'ringaniga. Unda olib berishsin, o'sha olib bergan liftchigini taqib o'zi ko'rsataman. Men erga tegmagan. Men erga tegmaganimdan keyin boshqa menga hech farqi yo'q. Meni ko'rsatsa ko'rsatib yuraveraman. Maza qilsa o'shadi. Fe'li maza qilsin, mayli, men o'zi shularga qildim-ku, asallarimga. Endi men qara, tan olish kerak. Bu jalab o'zini emchak qilmading-ku. Mashla ko'rsin deb hammaga. Taniki ham bitta biznes reja bu. 5 ming tutdim, chekka 5 ming tutdim, bu yoqqa 50 ming plan qo'ysan. Ha, конечно. Voyeva. Endi ko'rgan masanga hassa bo'lib turibdi-yu bu. Ha, agar bu hayotda erkak kishilar bo'lmasa, men emchak qo'ymasdim ayol zoti bo'lganda. Men mana shu butun emchagim hammasiga shularga ochib ko'rsataveraman. Bilaman, nima tushunmayman. O'sha emchaging bilan agarda просто так. Spasibo тебе deb qo'ygan efirdan keyin. Emchagimga bunday oynadan qarab turib. Lekin kechki bo'lsa Yo, anaqa kechki borib shunaqa Sasuke og'riyapti. U kim bo'lsa-dek, o'pib, quchoqlab, silab o'tirsa o'sha og'rigan joyini. Voy, basharangga uriysani borib, sen mashq qilyapsan-da odamni jalab bir qadam yoningda turib
Onangni skini 15 mingga olib boradi eshigini oldiga. Koshki qo'ysa egandi. Kechga borib shunaqa sasoklari qanaqadir qichishib, o'sha bityapti-da, qichishib, og'riyapti-da. Shu bitasi bo'lsa-da, shuni ozga solib qo'ysam, yalab, tillarni o'ynab, silab o'tirsa. Masana ski jarab. Nima bo'ldi bu hayot ey? O'tag'an bo'lib ketdi-ku. Men endi bilasiz, ichimda nima xohlayotganimni aytaveraman. Bir xilliga o'xshab, rasa sikishkim kelsa ham, yo'q, men to'yganman deb o'tirmayman. Sikishkim kelyaptimi? Sikishkim kelyapti. O'ptirgim kelyaptimi? Samimdaylik-ku endi. Shunaqa. Hozmabdi. To'xta. Bitta narsa hozir. Rashtilar aloqaga chiqsin menga, ha. Gap eshit. Uylanmagan yigitlar yoki bo'lmasam oilasidan uzoqda yurib, anchadan beri amsikmagan bolalarga yomon sani nima ham bor, shunaqa vazvijdat qilyapsan sen ularni endi qo'yaverganda. Shu solib qo'ysam ozda cho'nqillatib, bitta qo'lida sasokini o'ynab yotsa, birga hammomda cho'milsa u bilan. Ishtonsiz basseynda cho'milish qanaqa? Taklif. Ishtonsiz basseynda ham zo'r. Gol endi, короче. Basseyn, короче, chalab basseynda yursanda, basseynlarni jakuzzilari ham ishlab turibdi. Uryapti. O'sha basseynlarni furlab turgan joyga borib, bundoq tirab turib, qilib masaj qilib turadi, belingdan tegib. O'sha yerda quchoqlash qanaqa? O'sha yerda o'zda mana bunaqa, o'sha yerda basseynni o'zida mana bunaqa turib beraman. Basseynni mana shu orqamdan kelib ikkita mammamni ushlab shunaqa siksin. Qaralaringiz sikadiganlar. Men yo'lakda yozdi qiz bolami dedim. Qiz bola emas bu. Fantaziya kuchi. Bomba bu. Manda fantaziya va 8tachi ishtaham ochilib ketsa, ko'z ko'rib quloq eshitmagan pozalarni qildiraman billa. Sudirayman u xonadan bu xonaga. Bitta kalavatta yotavermaymiz o'tdan o'tga qarab. Sen bilan unaqa ish qilish uchun jarab bir popros nasha chekish kerak, bitta aro ichish kerak, jalab nima qilayotganini o'zi bilmaslik kerak-da u odam. Yo anaqa bor-ku, trakchilar o'zi bilan unaqa oladi. Qora shikalatmi? Qora bir nimasi bo'ladi o'zi. Ha, ko'p bunaqasi. Ha, shunaqasidan bitta uni ozgina bundoq qilib yeb olardi. Chib qo'ydingiz ham odammi? Aziz, слушай внимательно. Если тебе не нравится, иди отсюда. Скоро урожай идет, все знают. Ну ты bitta narsani bilib qo'yinglar. Hayot bitta narsa bilan tugab qolmasligini hamma biladi-yu. Endi odamlarni bir nastrinasini ko'tarib, bir xursand qilib, bir g'am tashvishini esdan chiqarish uchun ham biz ikkalamiz bir chiroyli gaplashib o'tiramiz. Men ham duch kelganga sikishib ketavermayman, duch kelganga bermayman, voy rasa saralayman. Endi prikol qilib, hammani kuldirib o'tiramiz-da. Bu yerda yoqmayotgan domla, qoriyalar chiqib ketaveringlar. Bu yoqda bittasi yozibdi, sunnat chalam bu. Endi bu chalsa o'zini ishi. Yuvib taraf chalaveradi. U nima bu? Hozir senga yangilik emas u sunnat chalish. To'ppa-to'g'ri. Menga yoqsa chalaveraman, nima edi? Qiziqyaptimi? Bitta narsada odamlar sizlar biladi. Eski zamonda qolganmizlar. O sunnat chalish degan narsa u onasini siki, u senga yangilik emas, u bugun chiqqan gap emas u. Obbo. Hammasini xotini ham chalayotibdi-yu. U bizni tugu. Endi jalab, berilgan savolingni jalab bir yoshini qo'tog'imga so'raysanmi yoshini? Dalboyob, xuy ravisisin ishida hech qachon qo'tog' bilan ham bir-birini yormaydi.
Jalab, orqada qolib ketganmiz-la. Qo'to yoshini qidirmaydi, tushunasanmi? Endi qo'to so'rabgani qolmadi endi. Necha yoshdasiz deb amga qarab. Yibamiz jalab, u paytda jalab yosh bosh qidirmaydi qo'to. Voy, boshingga qo'tam jalab. Hozir o'zicha yoshi poshi deyapti. Hozir chaqiring, hozir keladi o'sha oldimga. Voy buni yoshini deb. Hozir chaqiring. Ya endi men bitta narsani aytaman. Libo bittasi endi masalandan agarda o'ynashi bo'lmaydigan bo'lsa, Libo bittasi senga oshiq. Buni tan olish kerak. O'ynashi yo'qmi, значит bekor u. U senga oshiq. Ben so'rab turgandim. Va jalab o'zi amyaloq bola ekansan, yiba kimga yoqmaydi 69 jalab qaysi qizga yoqmaydi onangizniki amini yalatish. Darbayib bilan onangizniki seni xo'yta jalab. Men bu jinni jalab ko'chiniz bilan. Men bilan pastelda nima qilganimni, men bunga nimaga отчет topshirishim kerak. Men o'zim bilaman, u biladi, bo'ldi-da. Yo'q, yiba bu bola, bu onangning ishi kelajak o'zi amyaloqda jalab, bu kallasiga fikrni qaraganmi? 69 yoqarmikan bunga? Dalboyib onangni sikiysani yiba bilan, onasi jalab bilan. Voy seni onangni eshak sinsan ahmoq jalab. O'lganing yarsani yigit bo'lgandan onangni eshak sinsan hamxo'r jalab. Har bitta odamni yozadigan SMS'i bitta o'zi yozibdi-ku. Quloqda naushnik. SMS yozyapti. Hayoliga kelgan gapi. Значит, seni amini u bola juda ham seni xoliydi. Amlaringni yeb tashlamoqchi. G'ajib tashiydi deng. Jalab, bu qanaqa bolasan, ey? Uni o'zing borganda quvurasan uni, sen nima qilsang quvurgin, xolasang ko'tin teshiga tiling tiqqin. Bu sening ishing bu. Sen nima qilsin bor uni, onangni sikiysani dalboyib jalab. Konchini jalab. Yo, men pastelda nima qilganimni nima qilaman? Bu yerda hammaga gapirib. Men bilaman, u biladi, bo'ldi-da. U shunaqa jalab, unaqa shunaqa isqirdi, o'shancha shunaqa savol berib turibdi. Jalab. Endi avjiga chiqib ketgan paytda qilaverasan, bosurgin. Bizga nima qizig'i bor, ukam? O'ziga chiqqin desan, jalab, yop to'yamat bilan. Ahmoq jalab. Yiblan bilan onangni sikiysani jalab, ochopat. Onangni eshishsin sani. Ochopat ham xo'rding. Ochopatda bo'lmasa shu savolni beradimi? Ahmoq jalab. O anında bir video tarqaluvdi. Jalab. Nima deydi? Dachada bo'lgan gapda o'zbek kelasi ham. Hamma ko'rgan bo'lsa kerak uni, hamma joyga tarqalib ketdi-yu. Bola kameraga olganda qizni og'ziga beryapti, qiz sekin tashontigini oyog'ini ko'tarib bolani teshigini yalayapti. Ani bolaga yoqyapti endi masalani. Tili bilan ko'tini yalayapti. Jonim deydi. Jalab o'sha bolani siksa ham bo'ladi konkretni. Yana ikkita ko'ti teshigini jalab til bilan yalatyapti endi jalab. Ахуеть можно, ёбаный в рот, блядь. Rais bo'pti, chiroyli badal ko'rib bering. Men ko'rmadim u videoni. Bor, hamma ko'rgan, daxli odam ko'rgan uni. O'zbek qiz bilan o'zbek bola. Chunki yomonam yo'q. Hozir so'ragan savol jalab antiqa bo'ldi-da uni. Jalabi
erkak odam shunaqa narsa so'rasa 69 yoqar ekanmi bunga so'rang dedi. Bayib biladi onangni eshaysiz sani. Shu savolmi shu? Ahmad. To'xtab uni rasmini ko'ring jalab. Voy sani onangnisiga. Aziz Muqimov degan bola berdi savolni. Aptini qarang. O'zi jalab basharang ham jalab onangnisiga oytovoq bola yegansan jalab to'rburchi onangni ketiga skijani xo'yta jalab. Yiblan jalab kalangdek kapshonganga qotag'am sani. Mordanga qottag'am jalab. Sani erkaklik jalab. Murda ham yo'q ekan, sani erkak odam jalab. Ne серьезный bashirasanda. Qo'y jalab. Turqidan ma'lumda libo bitta odami bor-ku. O'zi ham kulyapti. Qo'yta jalab. Kallangga qo'yam jalab. Sizlik ekan, to'ylarni o'tkazib olsangiz, xudo xolisi yaxshilab bir bahorlarda boramiz-a? Navro'zlarga. Ha, bu yerga borganimdan keyin bitta dachalik qilaylik, dachaga boraylik bitta. Yo'q, men bermayman sizga, nima qilasiz? Bermasang berma, yoningda dugonang chiqarib bittadan berarsan jalab. Siksan 2 marta sikaman. Onasini sikki 20 marta sikmayman-ku. Men hatto dugona topaman sizga. U ajoyibsiz. Onangni sikini jalab endi bir dachaga borib kap qilishga bitta dugona chiqmasa yoningda 2 ta 3 ta. Men bir o'zim. Sizlar 2 ta 3 ta. Mana hali jalab o'tda qotib qolgandan keyin ustim talash bo'ladimi? Meni siking bo'ladimi? İştahsız cho'milamiz basseynda. Bitta nima deydi? Menga qara. Bitta jalab basseynda u yoqda efir qilmaymiz, hech narsa qilmaymiz. Hech narsa qilmaymiz. Faqatgina chiroyli ham narsa qilamiz. Bitta men o'zimga energiya olishim kerak edi. 2 ta 3 ta dugonayim men. 3 4 basseyn ishtonsiz cho'milamiz faqat. Tushundingmi? Men o'zi shundoq ham endi o'zim tursuv kiyardim. Endi hozir vafcha lifchini ham paralonsizidan taqsam, ichlari ko'rinib turadigan. Ana Mali ham shu yerda. Malini ovoling deyapti. Malini o'zi ham shu yerda ekan. Mali boradi, samasa bo'y. Mali armoni bor. Ha, o'sha armonni, orzusini amalga oshiring Zek aka. Mali seni bo'pti, chotki o'sirib qolaman deb bitta chopaman seni Mali. O'zi hamchi o'sirtirib chopaman, harakat qilaman o'sirtirishga. Malini lekin o'sirtirishingiz qiyinroq-ku. Mali ham baqvatgina-yu. Ya, o'siradi, amidan o'siradi, ko'tidan o'sirmaydi, amidan o'siradi, chala. Mali, nima deding? Qizim? Mali kulyapti, rozi menimcha. Mali ketamiz. Uni o'zi aytgan-ku. Zek aka, sizga bitta beraman deb. Ha, bo'ldi unda. Endi hammaga yetmaydi unda. O'sha kuni o'zi chotki sikishmoqchi edik. Ana men u kuni davlen ham chiqdi, boshim og'ridi, men ketib qoldim-ku. O'zi zo'r o'sha yerda sikishmoqchi edik. Basseynni oldidami, basseyndami? Ha, o'sha o'ta yomon, xuyta yomon jalab kelganda. U ham qotag'imda jalab efir ochib oldi. Yiban jalab dachaga borganmiz, efir ochib o'tiribdi. Onangni hammaga sikidi. Qotoq bormi efirga? Yiban bilan. Men bilan gazgina mulozamat qilib sekin, ha, qalaysan, Guchi, yaxshimisan? Ha. Tidasida qilib, emxili qilib jalab sikmaysanmi buni? Onangni hammaga jalab. U erkalasi ham bildi qilolmasligini. Shuning uchun unaqa qildi. Ey, menga qara, yaxshilab so'rasa berarding. O'tdin. Ara ovdik, zatarga ovdik, hamma narsa bor. Red Bull, go'sht, ovqatlarni sekin qilib. Ovqat ko'rmagan.
Unda emas gap, chiroyli qilib, sekin salatlarni to'g'rab, ozgina senga ozgina mulozamat kerak edi. Ahmoq bola ekan, yiban jalab. Qo'ydi. O'sha yerda bildiradi-da o'zini pul uchun yurganini, gandonni jalab. Efirni ochib oldi, padarga tushundim. Qo'toq bormi yoningda ikkita qiz bor jalab. Qo'tog'im bormi efirga, onangni ishi sikir. Tufta de jalab, tufta. Efir deganda borgandan keyin birinchi 5-5 uramiz. Endi yotibmiz, mayli. Hech narsa qilmayman senga deb sekin senga ichirmaydimi urab? Ha? Mani ulovda o efir ochib o'tiradi, hozir shuni bir so'kib bir jig'iga tegib, nervoga настроениясini buzing. U jalab, tufta bola, u jalab pidaras. Men boya ham aytdim uni. Bu bola o'zini cho'ntagidan agarda xarajat qilib bir joyga borib kap qila olmaydigan bola u. Железобетонный. Железобетонный. Men senga aytdim. O'sha kuni ham sen uyingga 200 olib chiqding, 200 ani Karol qarg'a tashladi. O'zi qo'taq ham yo'q edi u yerda. Men to'lavdim hamma narsani, ko'rding-ku. Meni kartamdan to'ladim. U ham jalab haytdan quytdan jalab men o'rtada men kartadagi pullarni ishlatib yubordim. Joyiga ham kelmay qoldi u pullar jalab. Onasini ishiysi. To'g'risi-da jalab. U yoqqa uzilib, bu yoqqa uzilib, onangni kasobat orqasidan uyda turgan pulni yo'qotib yubordim. Itdan qilgan. Rostdan nima? Ёбаный в рот, блядь. Bicha qanday yaxshi tugadi. Shoha, rahmat. Rahmat, birodar. To'g'risi-da onasini sigijalab. Короче, xushini. Bunaqa ham bo'lib turadi. Bo'lar ish bo'ldi-da. Samarqandga borib chiroyli o'tirib kelamiz. Faqat uni chaqirmaysan. Uni chaqirmaysan. Yo'q, men uni nima chaqiraman? Men qo'toq bormi unga? Men uni oldiga bormayman. Endi bab o'zi keyin eshitib kelmasa, atak menga boshqa odamlar kim chaqiradi? Nihoya sebejalab. Kim uni chaqiradi? Men hamma narsani qilib beraman deb. Sen prosta gullab qo'ymasang bo'ldi ani. Bolalaring bilan bor. Samarqanddan suda deganda senga yozadi. Menga qiladi, "Ayting naxoy" deyman, keyin senga yozadi, "O'lmaysanmi" deb. Gujotu qilib. Gujotu baxudo deb. Bos qo'y. Bizani ham vaqtimiz ishlab ketar. Gapirmang. Shuncha suhbatdan keyin jala bir kattaroq padarga kelib qolmasmikan? Qitiqlanmayapsizlarmi, bratlar? Üstüden like bosib beringlar. Mayli, onasini ishiysin jalab. Mani ham ertaga bolalarim keladi. Ha, uyingizdagilarmi? Ular Toshkentda-yu, bog'chaga borish kerak edi. Endi hozir zaylini yozib kelyapti. Kelgandan keyin doktorga olib borib cho'chog'ini kestirib yuborsak, to'ygacha bitib ketadi, o'ynaveradi deb keyin to'yda. Ne qarang, siz o'zingiz tomon o'zingizni kestirasiz-ya, Toshkentda emas. Yo'q, doktor, hamma joyda doktor bor-ku. Doktor bor-ku. Shundoq tirsiq borishadi sirazi. Nima lazerda kestiradi? Lazerda kestirsa uncha xunuk bo'lib chiqadi deb eshitganman.
doktorlar eshiting, doktorlar o'sha eskichasiga ham burab kesib, ikkita ilmoq qilib tikib qo'yadi, bilasizmi? Ya, men bitta sartaroshlar bor, eski sartaroshlar o'shanga kestirib yuboramiz-ku. Otangni kallasi chiroyli chiqadi. Ha, o'sha golovkasi chiroyli bo'lsa ham, qo'toq chiroyli bo'lsa ham yaxshi-da, odam mazza qilib o'pib, quchoqlab yotadi. Yebat, yana. Ertaga katta bo'lgan qo'tog'ini o'tirib yuradi-ku ham, ha? Ha, bu yerda hamma qizlar o'pib quchoqlaydi. Voy, yo'qmi, o'pmaganman, quchoqlamayman deydi. Shimib tashlashadi chupa-chups qilib. Internet olamida kirib, vidoshilik qilib pul topyaptimi? Hammasi qo'toqxo'r. Men aytyapman. Bittasi keladi. Ya, mana bu gapingga gap yo'q. Hozirgi paytda endi u yangilik bo'lmay qoldi-da, u moda u hozir, moda. 3 beringlar. Vedushi bo'lyaptimi u, jala bo'y, menga qara. Qo'tog'ini juda ham ardoqlaydi u. Qo'tog'ini yaxshi bo'ladi. Qo'tog'ini yaxshi ko'rgani uchun vidushi bo'ladi. Qo'tog'ini yaxshi ko'rgani uchun vidushi bo'ladi. Bo'ladi. Bet oxirgi oстановka, bu oxirgi oстановka, bundan keyin bekat yo'q. Avtobus ham yurmaydi, tramvay ham, trolleybus, metro hech narsa yurmaydi bu oстановkadan keyin. Bu oxirgi oстановka bu. Yo'g'i yayov ketadi. Qayoqqa borsa ham. Probegini ham shu yerda ko'paytirib tashlaydi hamma. Shu yerda o'zida. Aniq-ku. Hamma shu yerda ko'paytiradi. To'g'ri, prosta tan olish kerak. Buni hech kim tan olmaydi. Biz haqiqatni gaplashyapmiz. Probegni ham shu yerda ko'paytiradi hamma. Bu haqiqat narsa. O'zichi, menga qara, bitta narsa, mana shu telefonda, mana shu TikTokda effekt bo'lmasa, dahuyasi o'tmay qoladi. Tavorrotga balagan onangizki, o'tmay qoladi qancha kraska qilsa ham haftiga. O'tmaydi tavorrotga balonasizki. Bu onangizki telefonda jalab effekti bor-da, buni xolagan tusiga kirib oladi mana shu yerda. Rost? Da. Bu endi ko'zi bunaqa nima deydi? Semizni ozg'inni semiz qilib ko'rsatadigan telefon bu. Effektlar bor shunaqa endi. O'chining effekti qanday deydi? Qo'tog'im emaysmi? Alligator. Men bunga 1000 marta aytganman, bu effekt chiroyli o'zi. Qo'toqbosh dumaloq qiz bor, yuzini uzaytirib qo'ydi bu effektda. O'z dumaloq qiz, men o'zim bilaman. Shundoq menga 200% garantiya. Yuzlarim dumaloq chiroyli qiz bu. Skin kelib ketadi ko'rsang. Ana. Eting yuzlarim o'zi tiniqqina hayotda ham. Ha. Men aytolman senga, dumaloq, yuzi dumaloq qiz bu. Kelishgan chotki. Menga ishongasan, men Tojikistonda TikToker nomer Да я хуй, блядь. To'yingiz nechinchida chislo? 27. Ha, o'zi bu oy 28-liyu, ha? Da. Beshik solishdim buni. Ha, 28lik bo'lsa, ha, yaxshi. Bizdan jalab kallasini orqasi pachog'im deydi. Kallasiga sikmaysan, yibam. Sikasam kallasini orqasini daqiq kerak senga jalab. Voy, harommi? Voy, onasini hamiga ski jalab. Ski qo'yding sana, jigar jalab. Qo'toq orqasiga jalab, pachog'iga qo'yamsan, kallasiga sikmaysan, yibam. Jalab.
2 yil beshikda yotganda man 2 yil beshikda yotganman. Bizni payt beshikda yotardi, hozir bolalar beshikda yotmaydi, Zek aka. Biz Biz beshikda ham yotamiz. 2 yoshgacha beshikda yotganman. Boshimni pachoqligini, o'rtog'ini kichkinaligini aytsa o'sha odam, boshimni pachoqligini aytgandan ko'ra. Mayli endi pachoq bo'ladimi? Nima bo'lsa ham kalla naxu kerak, o'shaning uchun bolaga Xudo soch berib qo'yibdi, uzun qilib o'stirishga. Yo erkaklarga ham ruxsat bormi shunaqa? Yo'q-ku. Sikib qo'yarkansan, jalab. Nima buni jalab? Sochini oldirib sikmoqchimisan yo? Yeba jalab. O yetsa bo'ladi bular gapiga. Yo bani urut. Yana aybimni topganini qarang, to'g'ri, boshim pachoq, shuni ko'rib aybimni qidirib topganini qarang. Mana qara, prosta bitta narsa. Endi odamdan qidiraverasan, qidirsang ayb. Bu Xudo bergan narsa bular hammasi. Kalla ham, gavda ham, figura, turmush, paxotga endi jalab bu sikasan buni kallasini pachog'ini. Bitta gul beringlar, gapirmay, mayli. Shunaqa mammamni sasoki og'rib, shunaqa ichlaridan qichivyapti. Yarasi tuzalyapti-da. O'sha qichiyotgan bo'lsa bityapti. O'sha ham qichib ham og'riyapti. Mana qara, joylashib olib endi moslashyapti-da, yo'q joyiga o'zi silikonku o'zi kirib ketadi bundoq. Joylashib endi go'sht bilan birlashadi endi et bilan. Et bilan birlashadi endi. Bittasi bo'lsa-da, shu tilida o'ynab yotsa yalab. Ya sen hozir nastashi qichiyotgani yo'q, emchiging. Yo nastashi Yo o'sha shunaqa qilib yotsa-da, o'sha qichigani qosidimi? Shunaqa operatsiyadan keyingi holat u. Bityapti. O'shaning uchun qichiydi. Senga biz qilib. Bugun ertalab o'zim o'sha katta doktorimga bordim. Ko'rdi, zo'r dedi, zo'r. Hamma narsa joy-joyida dedi. Lecheniyalarim tugadi, endi dori tabletkalarim qoldi, shu tabletkalar. Mana qara. Emchini endi qildirding. Asbob qanaqa? Uni ham tillarni kestirib u yoq qilganmiz. Yo, asbobim tilla kesilmagan, lekin asbobim Zekiga bitta narsani aytaman, asbobimni maqtashmas baylakka, hamma so'rashsa men g'orda ich to'yxona deb gapiraman-da bularga. Lekin asbobim meni kichkina, shiringina. Mana bunaqa labi bir xil yirilgan bo'ladi-yu, labi ham og'izlari ham yopib o'tiradi, shundoq. Lablari ham bunaqa yirilyapti. Shundoq yopib o'tiradi. Jonivor. Unaqa bir bolali bo'lib ketmagan. Operatsiya qildirasanmi? Epilatsiya qildiraman, men lazerda qilaman. Agar shunaqa yomon bo'lganda uni ham qilib olardim. Yomon emas, yaxshi. Yomon qilib olardim. Gap eshit. Jalab tuksiz shaftoli deganda, lazer 2 oyda bitta lazer qilaman, o'sha zo'r. Ham lazerchi qoraytirib yormaydi, oppoq oqartiradi lazer. Yo'q. Qo'ltig'im bilan boyagindanmi boyagindanmi? Chitir. Ana o'shadan. Pistolet apparatdagi tirs qilib. Yel surib qiladi. Jonivor. O'sha yotadigan narsa yeganda, qara, bunday yonboshlab. Jalab sonimga ish qilamasmi deyman o'shani. Voy. Bizdan tepaga qaratib. Oldimga o'tirib ol. Mana qara. Oldimga o'tirib ol. Bitta sonimga ikkita oyog'ini orasiga qo'yib olib, kresloda o'tirsam, o'shaning ustida o'tirib ish qilasa endi, olib kelib. Yaqinda eshitding nima bo'ldi? TikTok ham tushunmay qoldi. Yaqinda men Timoxa bilan qirg'iz bola bilan o'ynayardim-ku.
Timoxa bilan o'ynadim. Timoxa meni hammomga tushirdi. Shu bilan xalat kiyib chiqdim. Xalat kiydim, tursularimni alishtirdim. Ingichka qo'limga tushgan qizil mersim shunday ochganimda qizil mersim turgan ekan. Shu Jalab qotdi. turayotganimda oyog'imda tikka turdim. Tikka turganimda Men qotdimmi, senmi? siz qotdingizmi bilmayman kim qotdi. Endichi Boshda aytgin hammomdan chiqishingni aytgin. Qizil tursigingdan. Bu yoqni eshitmay qoldik. qizil tursigimni kiydim. Hammomdan chiqdim, shart bajar bo'ldim. O'sha hamma shart qilib bo'lganimdan keyin hamma o'sha videolar o'chiriladi-yu, zapislar yozishadi. Mana bu yerda bolalar shart qilib bo'lgandan keyin zapisni o'chirishadi, bilasizmi? O'sha o'chirib qo'yishadi. Da. Yaxshi o'chgan ekan. Men turganimda tursigimni shoshilib kelganimda bir yo'llabi sekin kichkina chiqib qolgan ekan. Ingichka edi tursigim. Oyog'im mana bu anaqasi ochiq bundoq qilib turganimda oyog'im ochilib qizil tursigim popishimni labi ko'rinib turgan ekan. Uni keyin bundoq qarasam Timoxa bilan gaplashyapman. Bittasi yozib voy Gucci popishingiz qizil tursigingiz bilan. Bundoq qarasam ekranga rostdan turibdi deb. Ajala. Lab borasi yeb qopti-da. Mana betiga. Mana qara. Mana bu yoqbosi yopilgan, mana chiqib qolgan-da. Ha, bittasiga to'g'ri Bittasiz qizil ekan. Popishingiz lavchasi ko'rinyapti bu duvatni pastda. Bunda qarasam rostdan ham popishim bunda bitta lavi turibdi. Oyog'imdaroq qilib turgandim-da, unga shart yana gapirib o'tganda. Ya, men aytmoqman, videoga olmadinglarmi? Olmanglar, iltimos chiqarmanglar. Olmaganmisizlar deyapman, ani bolalar ham olib o'sha videoni shart qilganingda o'chirib qo'ygan edik dedi. Hech kim ulgurmadi. Lekin ko'rishdi. Bir 700-800 kishi bor edi. Zapis bormanda deydi. Yashidimi? Ha. Rostdan ham o'zim bunday qarasam turibdi shunda. Xalatda edim. Mana qara. Gucci dal bo'yaptim, bu prosta suhbatlashib, dildan suhbat bo'lib turibdi. Yozmanglar akalar, iltimos keyin anaqa gap so'z kelyapti bizga. Bizda yaxshi gap chiqmaydi keyin. Odamlar bizani hadeb jarimaga tortiraversanglar, yozmanglar hamma. Iltimos. Eshitib o'tiringlar, ekran zapis qilib qo'yib yuborganman. Nima o'zgaradi? Odamlar sizlarga bitta narsa aytaman-da. Sizlar ming video qo'yaveringlar biz haqimizda. Rekka chiqursin qo'ygan videoing. Faqat podpisliging ko'paymayapti-yu, onangizga senga naqi kerak u rek, nimani olib beradi? 20 mingta, 30 mingta prosmotr bo'lgan jalab. 600 ta odam bilan podpisliging turibdi. Bitta odam loqal jalab podpisga bosib ketmagan. Faqat ko'rishgan, prosmotr bor. To'g'risida. Undan sizlar ishlasa nima ola olmaysizlar u ekran zapis qilib qo'yganlaring bilan. Voy, mana ekran zapis qiladi qo'yib, menga bosh farqi. Men erga tegganman, bola tuqqanman. Bir erga tegmagan bo'lganimda boshqa gap edi. Amimni qo'yib yuboradimi, ikkita emchigimni qo'yib yuboradim, menga boshqa qiz emas. Gap unda emas. Prosta go'da mana lentit qilib o'tirganda bizani o'zimiz gapirgan gaplar ham chiqib qolyapti-da oldimdan. Gaplashadi. Boshqa chiroy eshitilar ekan-da-ku. Qancha qilmanglar, akalar, faqat ko'ringlar, tomosha qilinglar, eshitib o'tirib. Nima qilasan, zapis qilib olib ekranga qo'yib. Nima o'zgartirasan? U bilan jalabsan, dollar ham ishlay olmaysan, yo bizani sharmanda ham qila olmaysan, boshqa. Biz dalchi ketaveramiz. Sizlar video ishchimasizlar-ku. Bizlar bir qiziqtirishimiz kerak, odamlar qiziqib ko'rish kerak, qiziq gaplar bo'lish kerak, qiziq suhbat bo'lish kerak. Ha deb odobli qizlardan charchab ketmadinglarmi jalab? Qanot yo'q farishtalardan. Zaybal bo'lmadinglarmi? Maska kiygan niqobli odamlardan, niqobli qizlardan jalab to'yib ketmadinglarmi? Kallanglarga sizlarni jalab. Bundoq haqiqatni, bor narsani gaplashib o'tiradigan odam kerak emasmi? Yolg'on dunyoda, yolg'on odamlardan charchamadinglarmi? Qo'yaverin, Men yana bundoq ashulalarga
o'zlaricha rolik olib qo'yadi qizlar. Nima qilayotgani ham o'zi bilmaydi. Dalbayim, yo'bayni urut biladi. Bunda qarab o'tiradi. Ashula bo'lib turibdi. Endi как будто o'zingcha jalab aktyorskiy mahorat ko'rsatasan. Ota-ona ham ko'rsatmayapsan, balla jalab. Bitta TikTokdagi qizni yoki bitta TikTokdagi bolani kinoga ham yoki klipga ham taklif qilishmayapti. Qilishmaydi. Sizlarda yo'q aktyorskiy. Buning uchun o'qish kerak. Institut bor u yerda. Universitet bor. Kollej bor. O'sha yerda o'rgatishadi u klipga qanaqa tushishdi, qanaqa rolik olishdi. Lekin Mehmetda samouchkalar qotoni ham qila olmaysizlar sizlar. Bitta shu bundoq qilib o'zingcha jalab hamma narsani tushuntiryapsan-da bizga. Lekin samimiylik qarab o'tirsang, tashqaridan qarasang, qotoni ham rolini bajarmayapsizlar, qotoni rolini. Ha, endi ashulani ma'nosiga mamna qilib qo'yotgan bo'ladi-da. Ha, endi o'zicha. Jalab effektini olib tashlasa, jalab mendan ham urotsan. Mani-ku mayli jalab, tishlarim so'ylovdir. Sochim yo'qdir. Hech narsaga o'xshamaysan, yiban jalab. To'g'risi hamda. Endi jalab konfet bo'ladi. Jalab. O'zi jalabi bir xil qizlar jalab fitnesga borib, fitneslarda o'zi bir oyda 2 marta boradimi, yo'qmi? Ana tor narsani kiygandan keyin jalab osilayotgan ko'tni ham yig'ishtirib olib keladi u. Jalab qiz bola deganni yechintirgan paytda boqos chiqadi. Ana lasina bilan emas, ana ko'tingga bo'lmaydigan o'zingdan 2 razmer kichkina ishtonni kiyib, ko'tingni siqib olib kelib bundoq yig' bilan. Ko't jonivor qayoqqa borsin u? Siqilgandan keyin olib borib o'sha bir joylarga tirsillab turadi. Ishtonni yechgandan keyin ma'lum bo'ladi u. To'g'risi-da. Hamma gap teshikda. O'tag'imda jalab. Gapni ochiqda. Mani добрый вечер qilganimni ko'rgansizlar-ku, mani добрый вечер. Ana shunaqa bo'ladi kod. Ben saniki ani kesilgan olmadi. 2 ta olmani kesib ko'tingga yopishtirib qo'ygandek. Janovar. Добрый вечер shunaqa bo'ladi. Dala qizg'anch qizsan-da, Mali, Gucci. Nima jalab o'sha endi bir marta sikishsak hech narsa bo'lmas, bir ko'raylik yaxshisini. Yo'q, uni hadib hammaga beraversam, uni amma teshigini rezinkasi bo'ladi. Toptolidagi kotlarim sal osilib qolishi mumkin. Yo'q, uni hammaga ham berasiz. Men okamsiz, men sizni okam deb hurmat qilaman. Har doim so'ksangiz ham, gapirsangiz ham ko'taraman, okam. Qizg'anch qiz ekansan-da, amigaski jalab. Qo'taqqa arzimaydigan puli ko'p bir galdon sikadi-da seni. Sana bir nastashi zekaka solsin bir. Amiga skiysan. Qo'tag'imda jalab qizg'anayotishini qara buni. To'g'risi-da jalab. Onasini ski.